Hallo, servus, assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga Germaniyada shifokorlar uchun qanaqa sharoitlar yaratilganligi to'g'risida biroz aytib bermoqchiman. Afsuski ko'rsata olmayman, chunki datenshut degan narsa bor bu yoqda. Shifokorlar o'sha o'zlarining klinikalari haqida, ularni xonalarida, ular haqida videolar olish mumkin emas, chunki shartnomada yozilgan. Bu eng kamida o'sha shartnomani bekor qilish yoki undan jarima yo boshqa narsalar bilan yakunlanishi mumkin. Shuning uchun iloji bo'lsa aytib o'taman. Har bir klinikada albatta shifokorlar uchun oshxona bo'ladi va dam olish xonasi bo'ladi. Oshxonada shifokorlar uchun hamma narsa, kerakli hamma narsa bo'ladi. Xolodilnik o'zi bilan o'sha ovqatlar olib keladigan bo'lsa, o'sha ovqatlarni isitish uchun kerak bo'ladigan mikroto'lqinli pech, undan tashqari albatta 2-3 xil kofe mashina bo'ladi. Undan tashqari o'sha choy yo boshqa narsa ichmoqchi bo'lsa, shunga sharoit yaratilgan bo'ladi. Undan tashqari klinikani o'zi, ko'pincha klinikani o'zi ba'zida o'sha xodimlar ham turli xil shirinliklar, boshqa narsalar olib kelib qo'yishadi. Shifokorlar o'rtacha o'sha 8 soatlik smenada turadi. 8 soatlik smena davomida sizda pauza vaqtingiz bo'ladi. Ya'ni o'sha siz ovqatlanishingiz mumkin va undan tashqari mana bu tabiatdan ozgina bahra olishingiz mumkin va siz yana ishga qaytsangiz bo'ladi. Hozir sizlarga o'sha tabiatni ko'rsatmoqchiman. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride.